Qur'onni yodlab bo'lgan kuningiz birinchi bo'lib kimga telefon qilasiz yoki xabarini yetkazasiz? Padarimga telefon qilsam kerak. Shunaqa niyatim bor. Onamga xudo xohlasa. Birinchi bo'lib inshaalloh dadamga yetkaziraman. Xudo xohlasa birinchi o'rinda onamga, keyin esa otamga, keyin esa bizga hozir qarashayotgan akamga, barcha qarindoshlarimga telefon qilib aytgan bo'lardim. Onamga. Inshaalloh oilamga va dadamlar borlar. Dadamlarga albatta aytaman. Otamga. Sizni o'qishingiz uchun kim sababchi? Avvalambor xudo xohladi. Eng katta sababchi inson bu onam. Avvalambor dadam sababchi. Shu ota-onamiz. Dadamlar, oilam ya'ni ukalarim, akalarim, dadamlar. Otam. Sababchilar juda ko'p. Alloh hammalaridan rozi bo'lsin. Eng katta sababchi padarim. Juda ham xohlayaptilar chunki. Hozirgi kunda ota-onam asosan, ota-onamdan tashqari akamlar ham qarashyapti. Alloh rozi bo'lsin hammasidan.